Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Avval siz ko'p tovuq boqmagan bo'lsangiz, tajribangiz bo'lmasa, bu videoni oxirigacha ko'ring. 40 tovuq borlar, bu video aynan siz uchun. Agar siz mana birdan ob-havo sovib ketdi, tavug'ingiz bor, ko'rk bo'lmagan tovuqlaringiz ham bor, lekin kun isib ketdi deb siz tovuqlaringizni yozgi katakka o'tkazdingiz. Birdan kun sovib ketdi. Agar siz tavug'ingizda kasal bo'lib qoladi deb gumon qilayotgan bo'lsangiz, to'g'ri fikrlayapsiz. Tovuqlar, jo'jalar har doim issiqsevar jonivor hisoblangan. Sovuqda ular birdan kasallikka chalinishi ehtimoli kuchliroq. Agar siz boshqa joyga o'tkazishingiz kerak, agar yozgi katakda bo'lsa, yozgi katakda isitishingiz kerak. Oldilarini yopasizmi, klyonka qilib isitishga harakat qiling, tovuqlaringiz o'shanda kasal bo'lmaydi. Obuna bo'ling, like bosing.